Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga real ish jarayonini video qilmoqchiman. Ya'ni ko'rib turganingizdek traktorda ichida turibman. Mana shu meni toychog'im. Ish joyimdaman. Bugun har doimgidek traktorda nima ish qilaman, nimalarga e'tibor qilish kerak va har doimgidek eng asosiysi oyiga qancha topaman. Ana shular haqida batafsil aytib o'taman. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Men esa boshladim. Qani ketdik. Mana ishimizni ham boshladik. Hozir mana kovushda musor olganman, ya'ni stроительный musor deydi. Mana shu konteynerga olib borib to'kamiz. Mana katta konteyner. Ko'pchilik aytishadi, har videoyingizda shu oldi kovushda ishlaganingizni ko'rsatasiz, orqa kovushda ham ish bo'lmaydimi deyishadi. Akalar, orqa kovushda ish bo'ladi. Prosta orqa kovushga nima deydi? Telefonga держатель yo'q. Mana hozir telefonda держатель bor, shuning uchun bemalol obzor qilyapman, video olyapman. Lekin orqa kovushda u narsaning imkoni yo'q, to'g'risi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Atak lekin oldi kovush, orqa kovush ish bo'lib turadi. Постоянно. Tak, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ekskavator, katlaman qosib tashlashgan. Ya'ni ish urra ketyapti bu yerda. Mana bu esa stроительный musor. Hozir mana shuni o'sha konteynerga hammasini olib borib yuklashim kerak. Hop, kovushni ochamiz. Birinchi mana o'zimizga tortib olamiz. Kovushni yopib oldinga qarab haydasak, kovushni to'ldirib oladi. Hop, mana shu tomonga hozir bir nimaga e'tibor qilish kerak, shu narsani aytaman. Mana kovushni to'ldirib oldik. Qarang, bakovaga qarab haydayapman orqaga. Обязательно bakovaga qarab haydashni o'rganing. Yana qaytarib o'taman. Bakovaga qarab haydashni обязательно o'rganishingiz shart va majburiy. Har tomonlama foydasi katta o'zlar uchun. Mana shunday. Mana ko'rib turganingizdek texnika ko'p. Mana bu yerda ham hozir JSB traktor yotdi. Endi egasi hozir kelib ishni boshlaydi. Mana bu yerda kran mashin. Hamma joyda texnika, hamma joyda ishchilar, hamma joyda ish. Mana Moskvada ishlar avjida deydi-ku. Xudoga shukr, postoyanno ish bo'lib turibdi. Postoyanno oyliklarni o'z vaqtida olib turibmiz. Ana shunday. Harna ro'zg'or o'tib turibdi. Eng katta yutug'imiz shu. Endi hamma musofirlar baribir tirikchilik uchun kelamiz-da. Shuning uchun baribir shu narsani aytib o'tmasam bo'lmaydi. Dokumentga обязательно e'tibor qilish kerak. Tekshirlar hozir kuchli ketyapti, bilasiz. Xo'p, yana qaytarib o'taman, qarang. Mana ekskavator chakamiz mana, turishini qarang. O'sha ekskavatorchilar go'sini ishlar hech ishlab oylik olmaydi-da shular. Ishlamasi oylik oladi, akalar. Ishlamasi. Kun bo'yi mana shunday turish. Hozir bir ikkita samasval kelammi, kelmaymi, bir kuniga 2-3 samasval men bu yerdagi ko'chka guruhlarni yuklamaymi? Bo'ldi, biz qatori oylik soatiga 700 rubldan. O'z vaqtida. Xo'p, qancha topishimni ham aytib o'taman deb videoga aytgandim. Shu yil qatori o'zim ham soatiga 700 rubldan ishlayman. Kuniga hozir o'rtacha 11 soatdan ish bo'lyapti kuniga. Hozir sezon, ob-havo issiq, bilasizlar, yoz oyi. Ana shuning uchun 11 soatdan ish. Ba'zan 12 soat, ba'zan 13 soat, 15 soatgacha ish bo'ldi. Bir xil vaqtda 10 soat ham bo'lib qoladi. Yuklaykan. Mana paddonni, mana yukladi. Bu ham bir yordam. Bo'lmasa paddonni olib borib konteynerga o'zi to'kish kerak edi. Esa traktorga kavushga qo'y dedim.
Bu ham bir yordam. Pachilavetskiy deydi-ku. Mayli endi. Qo'llab-quvvatlagan yaxshi. Odamzod bir-birini baribir. Men shu tarafdoridaman. Xullas mana hisoblang. 700 rubldan soati, mana oylik mavzusiga qaytamiz. 10 soat bo'lsa 7000 rubl. Agar minimalni o'rtacha hisoblaylik 10 soatdan. 7000 rubl bo'ldi. 11 soat ishlasangiz 7700. 13-14 soat ishlasangiz endi u juda ham nima deydi? Shikolat bo'ladi deydi-ku. U вообще zo'r oylik chiqadi unga. Endi u narsa baribir постоянно bo'lmaydi, redka. To'g'risini aytsam, mana shu yil qish oyi qor ko'pligi sababli soati 750 rubldan har kuni 2 smena ishladim. Ya'ni bir smena 8 soatdan hisoblasam, 2 smena 16 soat bo'ladi. 16 soatdan mana shu qish yanvar oyidan boshlagan bo'lsak, aprelgacha ana shunday ish bo'ldi. Ya'ni yanvar, fevral, mart 3 oy. 3 oy 16 soatdan har kuniga. Hop, yo'llarga to'kilgan musulni mas'uliyat olamiz. O'rtacha qancha oylik oladi deylik, misol uchun mana ekskavator va JSB traktor. Mana o'zim ishlayapman. Hozir o'rtacha 700 rubldan soat bo'lsa, ya'ni 2026-yilgi videoni aytayman. Mana 2026-yil hisobida tak 700 rubldan kuniga 7000 rubl topsangiz ham bir oyga 210 ming. Endi bu o'rtachani aytayapman akalar, bu patolog emas, chunki asli patolog bundan ham ko'p topsa bo'ladi. Ishlagan soatingizga qarab. Misol uchun kuniga kimdir 12 soatdan ishlaydi, kimdir 15 soatdan ishlaydi, ya'ni 2 smenadan ishlaydigan akalarni ham bilaman. Ana shunday. 10 soat sredni o'rtacha hisoblab aytayapman. Shuni o'ziga ham oyiga 210 ming rubl aylantirsangiz bo'ladi. Xo'p, mana paddonni yuklashyapti. Qo'lim bilan yuklab beraman dedi. Turbani yaxshi bo'ldi. Traktorga juda noqulay edi. Xullas mana shunday ish har kunlik qiladigan ishimiz. Shoshmasdan akalar, yana qaytarib aytaman. Har videoyimga bu narsani aytganman. Texnikada ishlayapsizmi? Hech qachon shoshilmang. Birinchi navbatda texnika bezopasligiga e'tibor qiling. Sami первый deydi-ku ruschasiga. Eng birinchi navbatda mana ko'rib turibsiz, hozir atrofimda texnikalar ishlayapti, odamlar yuribdi. Xullas mana shu mana hozir odamlar o'tib ketyapti. Imkoni boricha odamlardan, texnikadan ham ko'ra farqi yo'q. Odamni oldiga bo'lamiz, texnikani oldidan o'tasizmi, distansiya saqlang. Distansiya обязательно. Bu distansiyani ham bekorga chiqarishmagan. Bu ham texnika bezopasni uchun chiqarilgan distansiya. Texnika bezopasi eng sizni qimmatga tushirayotgan nima deydi? Sizga katta zarar yetkazadigan narsa mana shu texnika bezopasligiga e'tiborsizlik qilishingiz bo'ladi. Ana shunday. Xullas bu tomonda bitta ko'chki, keyin hozir chap tomonda mana yo'l tomonda bor, u keyin proxod deydi, охранный tomonda. U tomonda ham mana shunday stроительni demoqchi bo'lganim, har kunligim ishim shu. Stроительni musorni bular chiqarib taylaydi, ya'ni mana ichkarida remont ketyapti. Ichkarida mana shu musorlarni chiqarib tashlashadi, men konteynerga ortib boraveraman. Konteyner to'lsa boshqa konteynerga almashtiradi, yana u konteynerga ortib boraveraman. Katta, kichkina konteyner. Ana shunday. Hop, tovushni ochib ishlatib olamiz. Sabab musor kam qoldi. Endi qaranglar, bitta narsa, keling
qisqacha solishtiruv qilamiz. Ya'ni ba'zilar aytishadi-da, razrabochu stroykaga, misol uchun boshqa remont ishiga ishlab ham kuniga 6000 rubl, 7000 rublgacha topaman-ku texnikada, lekin 7000, 8000 topilar ekan deyishadi-da. Akalar, texnikani to'g'ri o'ziga yarasha mas'uliyati bo'lgan bilan o'ziga yarasha katta plyus tomonlari ham bor. Misol uchun birinchidan sog'lik tomonlama. O'zimning fikrimni aytay. Nima deydi? Xavfsizlik ancha kam. Misol uchun sovuq yemaysiz, og'ir narsa bir nagruzka yo'q. Yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham nam o'tmaydi. Ichkarida ishlaysiz. Ana shunday. Lekin o'ziga yarasha albatta talablari bor. Sizda rossiyskiy prava bo'lish kerak, обязательно, optiz yaxshi bo'lish kerak. Texnika bezopasnalaga bo'ynaki aytgandek yaxshi rioya qilishingiz kerak, e'tiborli bo'lishingiz kerak. Keyin shunday joylari chiqadi, texnikani e'tibor qilishingiz kerak. Qayerga misol uchun texnika botib qolishi mumkin. Qayerdan mana страховка degan narsa bor texnikada. Ya'ni siz oldi kovush, orqa kovush necha tonna ko'tarishni bilishingiz kerak. Chamonchut o'sha narsadan og'ir bo'ldimi, o'sha narsani ko'tarmasligingiz kerak. Ya'ni texnikaga nagruzka qilmasligingiz kerak. Texnikaga qanchalik siz e'tibor qilib yaxshi qarasangiz, texnika shunchalik nima deydi, sizga yaxshi daromad keltiraveradi. Siz qancha texnikaga qarasangiz, shunchalik siz yaxshi daromad, yaxshi normalni hech qanaqa bir nima deydi, ko'ngilsiz voqealar bo'lmay ishlashda davom etaverasiz. Agar prosta tak qo'luchi qarab texnikaga, misol uchun nagruzka qilib, qiynab, texnikani azoblab, ana shunday ishlasangiz, ertaga texnika sizda azoblaydi. Ya'ni texnika shunday narsada, sizga qaytaradigan narsa. Texnikaga qaradingiz, u ham sizga yaxshi qaraydi. Texnikani azobladingiz, texnika ham xuddi sizni o'shanday azoblaydi akalar. Ana shunday. Bu lishni o'zimning tajribamdan o'tgan, chunki men ancha yildan beri texnika haydasam, bu narsalarni ko'rib bilib yuribman. Mana ko'rib turganingizdek, mana ishlayapman hozir, hech qanaqa shoshganim yo'q. Mana qarang. Hech qanaqa shoshilmasi, bemaloliga bakoy oynalarga qarab, odamlar kelsa, odamlarga distansiya saqlab, texnika bo'ladimi, nima bo'lganda e'tiborli bo'lib ishlayapman. Shoshmasi. Texnika shoshilganini yoqtirmaydi. Ana shunday. Mana ekskavator chakamiz hali berib turibdilar. Telefon o'ynab. Biz ishlayapmiz. Lekin ekskavator ham soatiga 700 rubl. Biz ham soatiga 700 rubl topamiz. Mana sizlarga texnikani plyus tomonlari. Albatta buni ekskavator chakalar bir fikr bildirib qo'yingizlar. Sizlar ham gusinishni ekskavatorga ishlasangizlar. Yoki qiziq Shurikka aytadi-ku, ishlamagan tishlaydi, o'rgan student deydi-ku. Xuddi ana shundayda. Ishlamasdan turib oylik olish. Endi texnikaning ko'pchiligi shu. Misol uchun mana hozir qarang. Mana bu kran mashina. Tak, tovushni tushiray. Mana shu ham hozir soat ketyapti. Voditel ichida yotibdi. Lekin soati ketyapti. Ya'ni pul ishlayapti, turgan joyida. Bu ham xuddi boyagi anekdotda aytgandek, Shurikka aytgandek ishlamagan tishlaydi deydi-ku, xuddi shunday narsa. Endi tan olish kerak, JSB traktor, ya'ni ekskavator pogurchikda gusinishli ekskavator boshqa texnika, spes texnikalarga qaraganda ancha ishi ko'p. Ya'ni bu universal spes texnika hisoblanadi-da, JSB traktor. Ham oldi kovshadash, ham orqa kovshadash. Endi kimga qanday lishni o'zimga, misol uchun siz aytishingiz mumkin, nima sababdan azam bo'lmasa shu JSB traktorga endi shunga ishlaysan deb, o'zimga yoqadi, to'g'risi aytsam. O'zimga o'rganishib qolgan. Qandaydir nima deydi, mehrim tushganda xullas. Mehrim tushgan. Ana shunday. Balonlarga e'tibor qilamiz. Misol uchun balonlarga ham e'tibor qilish kerak.
armaturalar bo'lsa yurmaslik kerak koleosni texnikaga. Misol uchun gusenichli ekskavatorga farqi yo'q. Armatura bu lekin biz обязательно e'tibor qilishimiz kerak. Tak, videomiz ham 15 minutdan o'tibdi. Lekin hali mana ishimiz ko'rib turganingizdek asta-asta ishlayapmiz, shoshmasdan. Xullas mana shu bir kunlik ishim akalar. Mana shunday ishim. Asta-asta bemalol ertalabki ishni boshlaymiz. Shu 11 soat bo'ldi ishni to'xtatamiz. Ana shunday. Hech qanaqa shoshilish, bir nima deydi, hech qanaqa bir asabbuzarlik, bu ishni tugatmadim-ku, qila olmadim-ku, bo'lmadi-ku degan narsa yo'q. Texnikani ancha tomon katta plus tomonlari bor akalar. Bemalol ishlayverasiz. Tak, mana ortyapmiz. Konteynerda o'zi ham to'la ezib qoldi. Yangi konteyner zakaz qiladi, aytamiz bir haftaga. Keyin texnikani plus tomonlari, agar optiz bo'lsa, qarang, optiz ruschani normalni gapira olsangiz, dokumentlaringiz, ya'ni именно pravolaringiz bo'lsa, ish ko'p texnikada, realda. Ish o'rni ancha-muncha ko'p. Demoqchi bo'lganim, mana bunday narsada texnikaga sezon degan narsani bilmaysiz-da. Misol uchun sezon ham bo'ladi qisman, lekin stroykaga ishlaganchalik emas. Misol uchun mana stroykada ishlasangiz, ob'yomga ishlasangiz, monolit bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, siz qishki kuni ob'yomi tushib ketadi, yozgi kuni yaxshi ob'yom qilasiz. Lekin texnikada bunday emas. Texnikada qishin yozin ish doimo bor. Mana o'zim shu texnika sohasiga ishni boshlaganimdan beri hali bir texnikada ish to'xtadiganini ko'rganim yo'q. Постоянно ish bor, doimiy. Oyliklarni ham o'z vaqtida beradi. Oyliklari ham yomon emas. Misol uchun kuniga 7000 rubldan ishlab oyiga 210 000 rubl oylik aylantirgan taqdirimda, pul ishlagan taqdirimda ham agar o'rtacha hisobda olsak 210 000 rubl agar O'zbekiston sharoitida juda bir normalni pul, to'g'risi agar jo'natmasangiz. To'g'ri, uni ichidan patenti bor, Titaniya deyishimiz mumkin. No, zato o'sha xarajatlardan qolgani ham normalni qoladi. Agar normalni ishlasangiz bo'ladi, yomon emas ish qilib, Xudoga shukr. Mehnatga yarashasini olyapmiz. Mayli akalar, o'zi 20 minutga yaqinlashyapti. Videomiz ham ancha cho'zilib ketdi. Bizning ishimizni ko'rib turganingizdek, asta-asta, shoshmasdan ishlayapman. Videoni yakunlayman bo'lmasa akalar. Agar texnikaga oid nima savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsangiz, kelgusi videolarga albatta shu haqda video obzor chiqaraman. Mayli, sog' bo'lasiz. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana biz ishimizni davom ettiramiz.